Farzandim 1 yildan beri Thompson maktabiga o'qishga keladi. Zamonaviy, salohiyatli va ulug'vor. Farzandim Thompson maktabiga kelgan bilan xulqida, o'qishida juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Ingliz tilini bilish darajasi, matematikani bilish darajasi avvalgidan ancha yuqori natijalarga erishdi. Ota-onalarga maslahatim, Thompson maktabiga albatta farzandlarini berishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi farzandini kelajagiga bee'tibor bo'lmagan ota-ona Thompson maktabiga o'z farzandini ishonchli qo'llarga topshirishi mumkin. Chunki farzandim kun davomida ishonchli qo'llarda, o'qish tizimi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, ovqatlanishlari hammasiga gap yo'q. Shuning uchun barcha ota-onalarimizga farzandlarini shu maktabga berishlarini tavsiya qilib qolgan bo'lardim.